Assalomu alaykum kanalimiz obunachilar. Xo'p, mana ishxonamizning ish jarayonlari. Eshiklarimizni pardozlarini qilib kirishga tayyorlanyapti. Ba'da eshiklarimizni kesaklari yig'ildi. Xudo xolasa endi bularga oshma-osh petlarni ochib, chiroyli qilib ochyapmiz. Bu tarafda bo'lganlari bular endi jilvir qilinib tayyorlanadi. Bularni ana uchtadan oshma-osh, o'yma-oshmalarni qo'yib tayyor qilyapmiz, xudo xolasa ishlarimiz. Bu tarafda oynali eshiklarimizga atklatlarni chiqarib 2 razmerda qalinligi. Bularda yonida nimchasi yo'li uchun hozir o'zimiz nimchani ochib turib, keyin jilvirlab chiroyli qilib chiqaramiz. Buni 4 qanotli ham yiqqanmiz. Xo'p, ikkita chekkasi umuman ochilmaydi. Ikkita katta qanot bo'ladi, bular ochiladi. Tagi besparaq qilib yig'ilgan. 100% MDF dan yig'yapmiz kesaklarni ham. 3 qalinligi. Ishlarimiz xudo xolasa yaxshi ketyapti. Kanalimizni kuzatib borlar, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar, like qilib qolamiz.